O'zbekistondagi ko'pchilik yoshlarning orasida taniqli bo'lgan xonanda Farruh Hamroyev ham sud zalida. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabin. O'zbekistonda va san'at olamida ro'y berayotgan eng so'nggi va muhim ma'lumotlardan doimiy xabardor bo'lmoqchimisiz? Hoziroq 3-5 uz kanaliga obuna bo'ling va bizni kuzatishda davom eting. Xonanda Farruh Hamroyev shoirning she'ridan ruxsatsiz foydalangani uchun jarimaga tortildi. Bu haqda Adliya vazirligi axborot xizmati ma'lum qildi. Ma'lum bo'lishicha, xonanda farg'onalik shoir Ismoiljon Boboyevga tegishli "Ona yuring hajga boramiz" nomli she'ridan muallifning ruxsatsiz foydalangan. Holat yuzasidan ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 177-1 bilan bayonnoma rasmiylashtirilib, Toshkent shahar jinoyat ishlari bo'yicha Yakkasaroy tuman sudiga yuborilgan. Sudda xonanda qonunni buzgani aniqlanib, unga ayblangan moddasi bo'yicha jarima jazosi tayinlangan. Ma'lumot uchun, O'zbekiston qonunchiligiga ko'ra, muallif huquqbuzardan bazaviy hisoblashning 20 baravaridan 1000 baravarigacha tovon puli talab qilishga haqli hisoblanadi. Eslatib o'tamiz, oldinroq farg'onalik shoir Ilhomjon Komilovning "Sevilmagan yor kerak menga" nomli she'ri Sardor Mamadaliyev tomonidan huquq egasi ruxsatsiz hamda shartnoma tuzmasdan foydalanilganligi aniqlangandi. Xonandaga nisbatan ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 177-1 qismi bilan bazaviy hisoblash miqdorining 2 baravari miqdorda, ya'ni 750 ming so'm jarima jazosi tayinlangandi.